Biz Dinora bilan orzuyimizni amalga oshirgani yo'lga chiqdik. Welcome to Hong Kong. 下一站中环，乘客注意换乘。 Bu meni mustaqil ravishda chiqqan birinchi sayohatim. Bu yerda boshqa til, boshqa odamlar va men o'zimni boshqa dunyoga tushib qolganday his qildim. To'g'risi, chiroyli joylar ko'pligidan videoga olib charchab ketdim. Yaxshiyam menda Honor smartfoni bor. Kuni bo'yi videoga olsang ham zaryadi tugamaydi. Yana uni ustiga AI button knopkasi, ya'ni assistent bor. Siz bitta knopkaga fonarik, kalkulyator yoki menga o'xshab AI переводчикni qo'yib olsangiz bo'ladi. Va eng yoqqan tomoni 50 dan ortiq tillarni o'zbekchaga tarjima qila oladi. Va nihoyat sayohatimning kulminatsion nuqtasiga yetib keldim. Ular mening bolalikdagi kumirlarim va men ularni ko'rib turganimga hali ham ishona olmayapman. Qisqasi, bu shahar menga juda ham yoqdi, ayniqsa kechqurungi vibe. Shu bilan konsert ham tugadi, vlog ham tugadi va men ham tugadim.